Kun bo'yi qo'chqorlaringiz nimalar yeydi ko'rsatib bering deganlar uchun bir kun qo'chqorlarga nimalar berishimizni ko'rsatib ketamiz. Video boshlanishidan oldin albatta like bosib, kommentariyaga olovlan jo'natib tashlaylik. Ularni ertalabki ovqati shu: kepi, bug'doy, arpa, shaqlat yeyishadi. Soat obed 2. Qo'chqorli beda yeyishyapti. Bedani birinchi o'rimi, bunaqa zo'r emas. O'rimli eski o'rim tugadi. Narxi ham tushib qoldi, xudoga shukr. 25 mingdan oldim. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu bilan endi bir chat yeyishyapti, unaqa taqalatib yashmayapti. Tak o'tgan hafta tugagan bedani eski o'rimida ancha zo'r yeyishyapti. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa ammo hasha aralash teksti bedasi kamroq bo'ladi. Ma'lum bunga ham sekin tushib o'rganib olishadi. Kechqurungi ujum soat 7 bo'ldi. Mana yemligini yeyishyapti yana. Xohlasanglar bu sostav 3 mahalga bo'lib bersanglar bo'ladi. Men 2 mahal beraman. 2 mahal tinchroq. Qashiyani ham hozir 2 mahal beraman, bedasini ham. Obedda va kech payt. Kechroq uxlashdan oldin. Kechki ujunligini yeb tugatishyapti, to'g'rirog'i. Bedasini yeyishyapti. Kechki soat 8 bo'ldi. Berdik, yeb. Tugatib bo'lishdan oldin yeb o'tdi.